Follikula o'syapti, lekin yorilmasa nima bo'ladi? Har oy follikula o'sadi, lekin u ma'lum bir hajmga yetgandan keyin yorilmasligi ham mumkin. Natijada tuxum chiqmaydi, ovulyatsiya bo'lmaydi va sizda homiladorlik kuzatilmaydi. Bu holatni stress, gormonal buzilishlar, tuxumdon polikistoz sindromi, organizmda insulin va prolaktin gormonining oshishi sabab bo'ladi. Natijada sizda hayz kechikadi, qorin pastki qismining bir tomonida og'riqlar paydo bo'ladi va ultratovush tekshiruvida ko'rganimizda follikulyar kista aniqlanadi. Afsuski, bu holat ko'pchilik ayollarda kuzatilyapti. Follikula o'sayotgani bu ovulyatsiya bo'ladi degani emas. Agar sizni qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozing.